$100 beraman. Do'stlar, va nihoyat biz Jizzaxga keldik. Nedik showni boshlaganini hozir sizlar bilasizlar. Omadli yo'lovchini aniqlaymiz. Biz Zomin dehqon bozorida oldamiz. Bitta ishtirokchini aniqlaymiz do'stlar. Shuncha pul ketadi hozir, qarab turinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qarang, sizga bitta taklif bor-da, omadli yo'lovchi bo'ldingiz hozir. Agar ko'rgan bo'lsangiz, nedik show, men hali video olib turaman. Peshkom bor. Ha, shunday. Mikrofon taqolsangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qarang, sizga hozir men shuncha odamni oldib bitta shans beraman-da. Hop. Mana pul, nedik show boshlaganman. Bu yerda hozir 500 ming. Sizga shunday shans beraman, hozir qarang. Xohlasangiz agar Sirdaryo bor, bilasiz, Sirdaryo viloyatiga borib, Sirdaryo bu daryoni bo'yida shunda rasmga tushib, Sirdaryodan bitta tirik baliq olib kelsangiz, $100 beraman. Bundan tashqari yana. Yo, buni hozir beraman 500 ming. Kelganingizdan keyin 700 ming beraman. Yaxshi. Sharti qanaqa bo'ladi? Qanaqadir vaqtda bajarishim kerak emasmi? Yo'q, sizga cheklov yo'q. Necha soatda borsangiz ham men. Lekin bu yerda bo'lmayman. Men Zomin Ma'mur Shashli degan joy bor ekan. Eng zo'rlar. O'sha yerda bo'laman agar. Bo'ldi, yaxshi. Ma'qulmi? Borasizmi? Ma'qul. Bo'ldi. Ozroq pul kerak bo'lib turadi. Ha, bo'ldi. Men daryoga borib shuni rasmga tushib, baliqni olib kelsangiz 700 ming beraman, va'da. Bo'ldi mana. Ko'ryapsizlar, haqqoniymi? Beraverasiz shunday. Ha? Men ham borib kelaman. Bo'ldi. Omadli yo'lovchi bo'ldi bular. Bo'ladi. Xullas aka, omad sizga. Biz Ma'mur Shashlida kutamiz sizni. Bo'ldi, ko'rishamiz. Bo'ldi aka. Mikrofon qolib ketdimi? Savol. Narsam yo'q, просто men uchunmi? Yo'q, haqiqiy. Sizga ham podpiska bo'lgan bo'lsa, sizga ham hozir yutuq bor mana. Podpiska bo'lganmi? Bo'ldi.